Bugun men sizlarga nogironlik pensiyasi bo'yicha avgust oyida qancha qo'shilgani, bu qo'shimcha pul qanday hisoblanishi va kimlar pulini to'g'ri olayotganini qanday tekshirish kerakligini aniq tushuntirib beraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki nogironlik pensiyasi olayotgan har bir fuqaro, uning oila a'zolari, parvarish qilayotgan farzandlari yoki ota-onasi bu o'zgarishni bilishi shart. Ba'zan odam pensiyasi oshganini eshitadi. Lekin kartasiga tushgan pulni ko'rib, nega meniki kamroq, nega qo'shilgan summa boshqacha, nega qo'shni ko'proq oldi deb hayron bo'ladi. Bugun men aynan shu savollarga javob beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy foiz hisobidan tashqari ish staji, nogironlik guruhi, minimal pensiya, nafaqa, ustama va bank kartaga tushadigan real summa o'rtasidagi farqlarni ham tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Avvalo, bitta narsani aniq ajratib olaylik. Nogironlik pensiyasi deganda hamma bir xil pulni tushunadi. Lekin amalda bu to'lovlarning turi har xil bo'lishi mumkin. Kimdir mehnat staji asosida nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir yetarli ish staji bo'lmagani uchun nogironlik nafaqasi oladi. Kimdir bolalikdan nogironligi bo'yicha to'lov oladi. Kimdir esa pensiyaga qo'shimcha ustamalar, kompensatsiya yoki parvarish bilan bog'liq boshqa to'lovlarni ham olishi mumkin. Shuning uchun avgustda hammaning puli bir xil oshdi deb o'ylash xato bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin sizning pensiyangiz ma'lum bir miqdorda tayinlangan bo'ladi. Masalan, kimdir 7 ming so'm olgan, kimdir 920 ming so'm olgan, kimdir 1 million 300 ming so'm olgan. Bu summa insonning nogironlik guruhi, ish staji, oldingi ish haqi, pensiya hisoblash bazasi, minimal kafolat miqdori va ayrim qo'shimcha to'lovlarga bog'liq bo'lgan. Avgustdan esa pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar oshirilganda odamlar o'z kartasiga ko'proq pul tusha boshlaydi. Lekin bu yerda eng muhim savol, qancha qo'shildi? Agar pensiyalar 15% ga oshirilgan bo'lsa, eng sodda hisob shunday bo'ladi. Eski pensiya miqdorini 15% ga ko'paytirasiz va chiqqan summani eski pensiyaga qo'shasiz. Masalan, 1 million so'm pensiya olgan odamga 1,4 ming so'm qo'shiladi va yangi summa 1 million 1,4 ming so'm bo'ladi. Lekin amalda hamma vaziyat bu qadar sodda emas. Chunki ba'zi odamning pensiyasi minimal miqdorga bog'langan bo'ladi. Ba'zilarida ustama alohida hisoblanadi. Ba'zilarida esa bir nechta to'lov birga tushadi. Men birinchi navbatda sizga eng oddiy formulani beraman. Eski pensiya summasi ko'paytiriladi 15 ga, keyin 100 ga bo'linadi. Chiqqan natija avgustdagi qo'shimcha puldir. Keyin shu qo'shimcha eski pensiyaga qo'shiladi. Misol uchun siz avgustgacha taksus ming so'm olgan bo'lsangiz, taksus mingni 25% ga hisoblaymiz. Taksus mingning 5% dartanning jami 120 ming so'm. Demak, yangi pensiya 920 ming so'm bo'lishi kerak. Ikkinchi misol, siz 1 million 200 ming so'm nogironlik pensiyasi olgan bo'lsangiz, uning 25% 140 ming so'm bo'ladi. Chunki 1 million 200 mingning 10% 120 ming, 5% 10 ming, jambekda ming. Demak, avgustdan keyin siz 1 million 380 ming so'm atrofida olishingiz kerak. Agar bank kartangizga bundan kamroq tushgan bo'lsa, darhol vahima qilish shart emas. Avval siz aynan qaysi oy uchun to'lov tushganini, qarzdorlik ushlangan, uslanmagani, boshqa to'lovlar alohida keldimi yoki birga keldimi, shularni tekshirishingiz kerak. Uchinchi misol. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro oldin 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsin. 25% oshsa, qo'shimcha 225 ming so'm bo'ladi. Yangi summa 1 million 725 ming so'm bo'ladi. Lekin agar u kishida parvarish puli yoki boshqa ustama bo'lsa, umumiy kartaga tushadigan pul bundan ko'proq ko'rinishi mumkin. Aksincha, agar biror sabab bilan avvalgi oyda oldindan to'lov bo'lgan bo'lsa yoki texnik kechikish yuzaga kelgan bo'lsa, tushgan summa vaqtincha boshqacha bo'lishi ham mumkin. To'rtinchi misol. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro oldin 90 ming so'm olgan bo'lsin. 90 mingning 25% 1,2500 so'm. Yangi summa 1 million 92 ming 500 so'm bo'ladi. Bank amaliyotida tiyinlar yoki mayda qoldiqlar yaxlitlanishi mumkin. Shuning uchun kartada 1 million 92 ming yoki 1 million 93 mingga yaqin summa ko'rishingiz mumkin. Bunday kichik farq katta muammo emas. Lekin farq 7 ming, 100 ming yoki undan ko'p bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. 5-misol. 3-guruh nogironligi bo'lgan fuqaro oldin 700 ming so'm olgan bo'lsin.
700 mingning 25% yil 5 ming yangi summa qadar so'mmada. Lekin ayrim holatlarda 3-chi guruh bo'yicha to'lov pensiya emas, nafaqa shaklida bo'lishi mumkin. Shuning uchun mening guruhim falonchi bilan bir xil, nega pulimiz boshqa degan savolga javob shuki, sizlarning to'lov turingiz, stajingiz, ish haqi ko'rsatkichingiz va tayinlangan asoslaringiz farq qilishi mumkin. Agar avgustdan keyin sizning pensiyangiz umuman oshmagan bo'lsa, bu holatni tekshirtiring. Masalan, iyulda 900 ming olgansiz. Avgustda ham aynan 900 ming tushgan bo'lsa, bu yerda savol bor. Ehtimol sizga hali eski davr uchun to'lov tushgandir. Ehtimol banka ma'lumot kech yetib borgandir. Ehtimol siz pensiya emas, boshqa turdagi to'lov olayotgandirsiz va oshirish mexanizmi boshqacha qo'llangandir. Lekin baribir buni o'zingizcha taxmin qilib yurmasdan pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki MyDocUp uz orqali aniqlashtirish kerak. Agar sizga juda kam qo'shilgan bo'lsa ham tekshirtirish kerak. Masalan, eski pensiyangiz 1 million so'm bo'lgan, lekin faqat oddiy 25% bo'yicha IBT ming qo'shilishi kerak edi. Bunday holatda birinchi tekshiradigan narsa, siz eski pensiya summasini to'g'ri eslayapsizmi? Ba'zan odam kartaga tushgan umumiy summani pensiya deb o'ylaydi. Aslida uning ichida bir martalik to'lov, kompensatsiya yoki boshqa qarzdorlik bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun hisobni oxirgi bir oy emas, kamida 2-3 oy bo'yicha solishtirish kerak. Agar sizning nogironlik guruhingiz yaqinda o'zgargan bo'lsa, masalan, 2-guruhdan 3-guruhga o'tgansiz yoki 3-guruhdan 2-guruhga o'tgansiz, bu ham summaga ta'sir qiladi. Bunday holatda avgustdagi o'shish alohida, guruh o'zgarishi alohida hisoblanadi. Odam pensiya oshdi, lekin menga kam tushdi deydi. Aslida guruh o'zgargani uchun asosiy miqdor kamaygan bo'lishi mumkin yoki aksincha. Guruh og'irlashgani uchun qo'shimcha oshish bilan birga umumiy summa ancha ko'paygan bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz eski summaga nisbatan taxminan 25% ga oshgan bo'lsa, kichik yaxlitlash farqlari bo'lsa, odatda bu normal holat. Masalan, 1 million 1 ming so'm olgan odam avgustdan keyin 1 million 265 ming atrofida olsa, hisob mos keladi. Chunki 1 million 1 mingning 25% 165 ming so'm. Bu yerda 50 ming so'mlik farq bo'lsa, ko'pincha hisoblash va yaxlitlash bilan bog'liq bo'ladi. Agar to'lov ikki qismga bo'linib tushgan bo'lsa ham darhol xavotir olmang. Ba'zan asosiy pensiya bir kuni, qo'shimcha to'lov yoki farq boshqa kuni tushishi mumkin. Ayniqsa, oshirish yangi oyning boshidan qo'llanganda texnik qayta hisoblashlar bo'ladi. Muhimi, umumiy tushgan summani ko'ring. Faqat bitta SMS ga qarab xulosa qilmang. Bank ilovasiga kirib, oxirgi tushumlarni sanasi bilan tekshiring. Agar siz naqd pul orqali olsangiz, pochta yoki yetkazib berish jadvali bo'yicha kechikish bo'lishi mumkin. Bu pensiya oshmadi degani emas. Qishloq joylarda, uzoq hududlarda yoki dam olish kunlariga to'g'ri kelib qolsa, pulning real qo'lga tegish kuni farq qilishi mumkin. Lekin hujjat bo'yicha hisoblangan summa baribir ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Eng katta xato shuki, odamlar qo'shilgan pulni guruh bo'yicha bir xil bo'ladi deb o'ylaydi. Ya'ni hamma birinchi guruhga falon so'm qo'shildi, hamma ikkinchi guruhga falon so'm qo'shildi deyishadi. Aslida ko'p hollarda oshirish foizda bo'ladi. Foiz bo'lgani uchun kimning eski pensiyasi ko'p bo'lsa, unga qo'shilgan summa ham ko'proq bo'ladi. 700 ming so'mning 25% 25 ming. 1 million 500 ming so'mning 25% 225 ming. Ikkalasida ham foiz bir xil. Lekin qo'shilgan pul boshqa. Ikkinchi xato, umumiy kartaga tushgan pulni faqat pensiya deb hisoblash. Masalan, fuqaro 1 million pensiya oladi, lekin bir oyda unga 1 million 200 ming tushdi. U mening pensiyam 1 million 200 ming edi. Endi 25% shundan oshishi kerak deb o'ylaydi. Aslida o'sha oyda 200 ming so'm boshqa to'lov bo'lishi mumkin. Keyingi oyda pensiya yana alohida ko'rinadi. To'g'ri hisoblash uchun aynan tayinlangan pensiya miqdorini bilish kerak. Uchinchi xato, eski qarzdorlik yoki ushlab qolishni hisobga olmaslik. Ba'zan ortiqcha to'lov aniqlangan bo'lishi mumkin. Aliment, ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Shunday vaziyatda pensiya oshgan bo'lsa ham kartaga tushadigan yakuniy summa siz kutgandan kam ko'rinadi. Bu oshirish bo'lmadi degani emas, bu ushlab qolish borligini bildirishi mumkin. Buni faqat bankdan emas, pensiya bo'limidan ham aniqlashtirish kerak. 4-nozik jihat nogironlik muddati. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan qayta o'tish kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin.
odam buni pensiya oshishi bilan bog'lab yuboradi. Aslida muammo oshirishda emas. Nogironlik maqomini tasdiqlash muddatida bo'lishi mumkin. Shuning uchun guvohnoma komissiya xulosasi va amal qilish muddatini tekshirib qo'yish juda muhim. 5-nozik jihat bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar va nogiron bolalar bo'yicha to'lovlar. Bu yerda hisoblash mehnat stajiga asoslangan oddiy nogironlik pensiyasidan farq qilishi mumkin. Ota-ona yoki vasiy kartasiga tushadigan pulda bola uchun nafaqa, parvarish bilan bog'liq to'lov va boshqa yordamlar aralash bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalarda har bir to'lovning nomini alohida bilish kerak. Aks holda menga 15% to'liq qo'shilmadi degan xulosa noto'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Keling, oddiy oilaviy misol olaylik. Akmal aka 2-guruh nogironlik pensiyasi oladi. Iyul oyida kartasiga 20 million ming so'm tushgan. Avgustda pensiya 15% ga oshgan bo'lsa, Akmal aka 1 million mingning 15% ni hisoblaydi. 10% ham 4 ming, 5% 12 ming, jami 6 ming so'm. Demak, yangi summa 1 million 6 ming so'm bo'lishi kerak. Agar Akmal akaning kartasiga 1 million 6 ming atrofida tutsa, hammasi joyida. Agar 1 million yo'l ming tutsa, bu holda savol bor va tekshirtirish kerak. Yana bir vaziyat. Zebo opa 1-guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Bundan tashqari unga parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lov ham bo'lishi mumkin. Iyulda umumiy 1 million 800 ming tushgan. Lekin asosiy pensiyasi 1 million 500 ming. Qolgan 300 ming boshqa to'lov bo'lgan. Oshirish faqat asosiy pensiya qismiga qo'llansa, 1 million 200 mingdan emas, 1 million 500 mingdan hisob qilinadi. 1 million 500 mingning 15% 225 ming. Demak, yangi umumiy tushum 2 million 25 ming atrofida bo'lishi mumkin. Zebo opa esa 1 million 800 mingning 15% ni putsa, 270 ming qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Farq mana shu yerda paydo bo'ladi. Yana bir misol. Rustam aka 3-guruh nogironligi bilan ishlaydi va pensiya oladi. U ish joyidan maosh ham oladi, pensiya ham oladi. Avgustda uning pensiyasi oshadi, lekin maoshi alohida masala. Agar ish beruvchi maoshni oshirmagan bo'lsa, faqat pensiya qismi ko'payadi. Rustam aka umumiy daromadini hisoblab, meni daromadim 15% ga oshmadi deyishi mumkin. To'g'ri, umumiy daromad oshmasligi mumkin. Chunki foiz faqat pensiyaga tegishli. Masalan, pensiya 800 ming, maosh 2 million bo'lsa, 15% faqat 800 mingga qo'llanadi. Ya'ni 20 ming qo'shiladi. Umumiy daromad 2 million 800 mingdan 2 million 920 mingga chiqadi. Bu umumiy hisobda 15% emas. Yana bir vaziyat. Malika opa bolalikdan nogiron farzandi uchun to'lov oladi. Kartaga har oy turli nomdagi ijtimoiy to'lovlar tushadi. U avgust oyida tushgan summani oldingi oy bilan solib farqini tushunmaydi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l bank SMS-larga emas, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha rasmiy ma'lumotnomaga qarash. Qaysi to'lov qaysi asosda tayinlangan, qaysi biri oshgan, qaysi biri o'zgarmagan. Shularni ajratmasdan aniq hisob qilib bo'lmaydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam iyul oyida qancha pensiya olganingizni aniqlang. Faqat xotiraga ishonmang, bank ilovasidan. SMS xabarlardan yoki pensiya daftarchasidan aniq summani ko'ring. Agar naqd olsangiz, pochta orqali berilgan hujjat yoki qaydnomani tekshiring. Sizga kerak bo'lgan raqam aynan asosiy pensiya miqdori. Ikkinchi qadam 15% ni hisoblang. Eng oson usul summani 10% ga va 5% ga ajrating. 10% ni topish juda oson, oxirdan bitta nolni olib tashlagandek hisob qilasiz. 5% esa 10% ning yarmi. Masalan, 900 mingning 10% 900 ming. 5% dedi 5 ming, jami 135 ming. Demak, yangi summa 1 million 35 ming so'm bo'ladi. Shu usulni har kim kalkulyatorsiz ham tushunadi. 3-qadam avgustda tushgan pulni tekshiring. Bitta tushumni emas, butun oy davomida tushgan barcha pensiya va ijtimoiy to'lovlarni ko'ring. Ba'zida farq alohida tushadi. Ba'zida asosiy to'lov oldin qayta hisoblangan qismi keyin tushadi. Agar sizda bank ilovasi bo'lsa, operatsiyalar tarixini oching, tushum nomlarini ko'ring. Agar tushum nomi aniq chiqmasa, bank filialidan ma'lumotnoma olish mumkin. 4-qadam, agar farq katta bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatga borganingizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank kartangiz rekvizitlari va oxirgi tushumlar bo'yicha ma'lumotni olib boring.
Agar o'zingiz bora olmasangiz, yaqin qarindoshingiz yoki ishonchli vakil orqali murojaat qilish tartibini so'rang. Ba'zi holatlarda ishonchnoma talab qilinishi mumkin. 5-qadam yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaat aniq javob olish uchun kuchliroq. Murojaatda shunday yozish mumkin: men falonchi nogironlik pensiyasi oluvchiman. Iyul oyida pensiya miqdorim falon so'm edi. Avgust oyida oshirish qo'llangandan keyin kartamga falon so'm tushdi. Menga pensiya miqdori qanday hisoblangani, o'shirgan summa qancha ekani va agar farq bo'lsa, sababi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozsangiz, mas'ul xodim ham aniq javob berishga majbur bo'ladi. 6-qadam. MyPonkov. Uz yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ma'lumot olish imkoniyatini tekshiring. Hozir ko'p ma'lumotlarni onlayn ko'rish mumkin. Elektron raqamli imzo yoki OnID orqali kirib, pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni tekshirish qulay. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingiz, qarindoshingiz yoki mahalladagi mas'ul xodimdan yordam so'rang. Muhimi, o'z hisobingizni bilmasdan qolmang. 7-qadam. Nogironlik muddati va hujjatlaringizni tekshiring. Agar tibbiy xulosa muddati tugash arafasida bo'lsa, qayta ko'rikka vaqtida boring. Hujjat kechiksa, to'lov ham kechikishi mumkin. Keyin odam pensiya oshmadi deb o'ylaydi. Aslida hujjat muddati muammo bo'lib chiqadi. Ayniqsa nogironlik muddati vaqtincha berilgan fuqarolar bu masalaga juda e'tiborli bo'lish kerak. 8-qadam. Agar sizning hisobingiz bo'yicha xato aniqlansa, qayta hisoblashni talab qiling. Qonuniy asos bo'lsa, to'lanmagan farq keyingi oyda yoki alohida to'lov sifatida berilishi mumkin. Mayli, ozgina ekan deb qo'siltamang. Bugun 1000 so'm farq bo'lsa, bir necha oyda bu ancha pul bo'ladi. Ayniqsa dori-darmon, davolanish, yo'l kira, parvarish xarajatlari bor oilalar uchun har bir so'm muhim. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan muammo shuki, odamlar hujjatni to'liq olib bormaydi. Pensiya bo'limiga boradi, lekin eski summa qog'ozda yo'q, bank tushumi yo'q, nogironlik xulosasi yo'q. Natijada xodim umumiy gap aytadi. Fuqaro esa aniq javob ola olmaydi. Shuning uchun murojaatga tayyorlanib boring. Qo'lingizda raqam bo'lsa, savolingiz ham kuchli bo'ladi. Yana bir muhim masala, mish-mishlarga ishonmang. Falon guruhga hammasiga 300 ming qo'shilibdi. Falon tumanda ko'proq berishyapti. Kim murojaat qilsa qo'shimcha olarkan degan gaplar ko'p tarqaladi. Pensiya hisoblashda asos hujjat, foiz, tayinlangan miqdor va qonuniy tartib bo'ladi. Bir odamning summasi siznikidan ko'p bo'lsa, bu har doim xato degani emas. Balki uning ish staji ko'pdir. Oldingi ish haqi yuqoriroq bo'lgandir. Ustamasi bordir yoki to'lov turi boshqadir. Agar siz ishlaydigan nogiron bo'lsangiz, ish joyingizdagi hujjatlar ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ish staji, sug'urta badallari, elektron mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri yuritilgan bo'lishi kerak. Ba'zan inson yillar davomida ishlagan, lekin ayrim davrlar hujjatda ko'rinmaydi. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun faqat avgustdagi oshishni emas, umuman pensiyangiz to'g'ri tayinlanganmi? Shuni ham vaqti bilan tekshirtirish foydali. Agar siz boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxat manzili o'zgargan bo'lsa yoki bank kartangiz almashgan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Bunday holatda eski bank kartaga, yangi kartaga, ro'yxatdagi tuman bo'limiga oid ma'lumotlarni tartibga keltiring. Pensiya tizimida ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHIR. Bank rekvizitlari noto'g'ri bo'lsa, pul tushishida muammo chiqadi. Agar eski pensiya 60 ming so'm bo'lsa, 25% qo'shimcha 90 ming so'm, yangi summa 30 ming so'm bo'ladi. Agar eski pensiya 7 ming so'm bo'lsa, 15% qo'shimcha 1500 so'm, yangi summa 12.500 so'm bo'ladi. Agar eski pensiya 1 million so'm bo'lsa, qo'shimcha 5 ming so'm, yangi summa 1 million 500 ming so'm bo'ladi. Agar eski pensiya 1 million 400 ming so'm bo'lsa, qo'shimcha 2 ming so'm, yangi summa 1 million 600 ming so'm bo'ladi. Agar eski pensiya 2 million so'm bo'lsa, qo'shimcha 300 ming so'm, yangi summa 2 million 300 ming so'm bo'ladi. Mana shu misollardan ko'rinib turibdiki, asosiy farq eski pensiya miqdorida. Foiz bir xil bo'lsa ham, puldagi qo'shimcha har xil chiqadi. Shuning uchun siz o'zingizning hisobingizni o'zingiz qilishni o'rganishingiz kerak. Bu qiyin emas, lekin juda zarur. Bugungi mavzuda asosiy xulosa shuki, avgust oyida nogironlik pensiyasi oshirilgan bo'lsa, qo'shilgan summa sizning eski pensiya miqdoringizga bog'liq bo'ladi.
eng oddiy hisobda eski summaning 15% qo'shiladi. Lekin pensiya turi, nogironlik guruhi, ish staji, ustamalar, nafaqalar, ushlab qolishlar. Hujjat muddati va to'lovning qaysi oy uchun tushgani yakuniy summaga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Kartangizga tushgan pulni shunchaki ko'rib qo'ymang, hisoblang. Iyuldagi summani oling. Uying befoizini chiqaring, avgustdagi tushum bilan solishtiring. Farq katta bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qiling. Pasport, pensiya guvohnomasi, nogironlik xulosasi. Bank tushumlari va kerakli hujjatlarni olib boring. O'z haqingizni bilsangiz, xatoni vaqtida topasiz. Sizda avgust oyida qancha qo'shildi? Pensiyangiz to'g'ri oshdimi yoki farq bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men bunday savollarni kuzatib boraman va keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan muammolarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot nogironlik pensiyasi olayotgan har bir inson uchun kerak.